Assalomu alaykum qadrli kanalimiz obunachilari. Bugun 2026-yil 10-iyun sanasi Moskva vaqti bilan soat erta bilan 8:30 ni ko'rsatmoqda. Ushbu ko'rib turgan kurslaringiz, ya'ni $100 kursimiz 7197 rublni tashkil etmoqda. Bu Rossiya Sentralniy bankidagi dollarni rublga nisbatan kursi hisoblanadi. Adashtirib olmanglar, bu Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslari emas. Biz xoslarga mana shu ekranda Telefonlar yomg'iri. Angelpay'da mega aksiya boshlandi. Endi Rossiyadan O'zbekistonga pul o'tkazib, zamonaviy smartfonlarni yutib olish imkoniyatiga ega bo'ling. Omadli o'tkazma aksiyasi. Har $100 naqd pul o'tkazmasi uchun sizga bitta anjir beriladi. Qanchalik ko'p anjir yig'sangiz, yutish imkoniyatingiz ham shunchalik oshadi. Aksiya davomida 15 dona Samsung Galaxy A07 o'ynaladi. Har 10 kunda jonli efir orqali g'oliblar aniqlanadi. Random dasturi orqali 5 nafardan g'olib tanlanadi. Referal marafon ham sizni kutmoqda. Do'stlaringizni Angelpay'ga taklif qiling. Reytingda yuqoriga ko'tariling va quyidagi sovrinlardan birini qo'lga kiriting. iPhone 13, Samsung Galaxy A37, Redmi Note 15 Pro. Aksiya muddati 24-maydan 24-iyungacha. Angelpay bilan pul o'tkazing, do'stlaringizni taklif qiling va telefonlar yomg'irida siz ham g'olib bo'ling. ko'ntirgan 11 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini, undan keyin esa mana shu ekranda ko'ntirgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tamiz. Undan avval esa biz birinchi o'rinli O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari bilan sizlarni tanishtirib chiqamiz. Birinchi o'rinli O'zbekistondagi dollar kursi bilan tanishtiramiz. O'zbekistonda $100 kursimiz 1,202,115 so'm tashkil etmoqda. Endi esa yevro kursini aytib o'tamiz. 100 yevro kursimiz esa O'zbek so'miga 1,388,377 so'm tashkil etmoqda. Endi esa Rossiya rubl kursini aytib o'tamiz. Rossiya 1000 rubl kursimiz esa O'zbek so'miga 167,056 so'm tashkil etmoqda. Endi esa turk lirasini aytib o'tamiz. 1000 turk lirasi esa O'zbek so'miga 260,583 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qozoq tangasini aytib o'tamiz. 1000 qozoq tangasi esa O'zbek so'miga 24626 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qirg'iz so'mini aytib o'tamiz. 1000 qirg'iz so'mimiz esa O'zbek so'miga 137,463 so'm tashkil etmoqda. Endi esa qadrli kanalimiz obunachilari, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Agarda ushbu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, bittadan like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lmasdan ko'rayotgansiz, mana bu yerda o'ng tarafda pastda yozuv turibdi qora rangda. Shuni ustiga bir marta bosib qo'ng'iroqchani bosib qo'ysanglar juda ham xursand bo'lgan bo'lardik. Qadrli kanalimiz obunachilari, biz sizlarga Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi kundagi eng nomer 1 programmalardan biri bo'lib turgan Angelpay programmasi orqali ko'rsatishni boshlaymiz. Shu programmada hozirda mega aksiya ketmoqda, ya'ni shu programmada eng qulay kurslarda pul o'tkazishingizdan tashqari juda ham yaxshi imkoniyatlar paydo bo'lgan. Ya'ni shu programmada qulay kurslardan tashqari telefon yutib olish imkoniyatingiz bor. Ya'ni shu programmada anjir programmasida $100 jo'natganingizda sizga bitta anjir beriladi. Misol uchun siz $500 jo'natadigan bo'lsangiz, sizga 5 ta anjir beradi. Bu 5 ta anjir har 10 kunda Samsung Galaxy A07 telefonini yutib olish imkoniyatiga necha $100 jo'natsangiz o'shancha imkoniyat bo'ladi. Misol uchun $500 jo'natsangiz 5 ta anjir beradi va 5 karra sizni yutish imkoniyatingiz oshadi. Bundan tashqari referal marafon orqali ham siz boshqa Samsung Galaxy A37 hamda iPhone 13 va Redmi telefonlarni yutib olishingiz mumkin. Siz mana shu referal marafon orqali sizga promokod beriladi. Mana shu yaqin insonlaringiz programmadan registratsiya o'tayotganda sizni promokodingizni terish orqali sizga referal yoziladi. Bitta odam bitta referal hisoblanadi. Siz nechta odamga o'zingizni promokoddan registratsiya qildirib 5000 rubl mana shu programmani ichida to'lov qilsangiz yoki pul o'tkazsangiz sizga aktivlashadi va ushbu programmada har 10 kunda referal marafondagi ham oddiy telefon aniqlanadiganligi ham har 10 kunda shu programmani ichida jonli efirda aniqlanadi. Ushbu imkoniyatdan foydalanib qolinglar. Ushbu imkoniyat faqatgina 24-iyungacha amal qiladi.
Biz sizlarga hozir dollar jo'natish kurslarini aytib o'tadigan bo'lsak, ko'rishlar mumkin 7309 rublimiz O'zbekiston Visa kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. 7324 rublimiz naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. Zolotoy koronda $100 kursimiz 7344 rublni tashkil etmoqda. Sendi programmasi $100 kursimiz 7408 rublni tashkil etmoqda. Mirpurligida $100 kursimiz Uzbek promo kodi bilan 7406 rublni tashkil etmoqda. Sberbankda $100 kursimiz $100 kursimiz 7467 rublni tashkil etmoqda. Endi esa Yubor programmasini ko'rsatib o'tamiz. Yubor programmasi $100 kursimiz ko'rishlar mumkin 7422 rublni tashkil etmoqda. Endi esa MP programmasini ko'rsatib o'tamiz. MP programmasida 7309 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. 7324 rublimiz naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. Endi esa Paygram programmasini ko'rsatib o'tamiz. Paygamda 7309 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. Endi esa QuickPay programmasini ko'rsatib o'tamiz. O'tkazma summasiga $100 deb yozamiz va ko'rishlar mumkin 7392 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga hamda naqd pul o'tkazmalariga $100 bo'lib ketmoqda. Bundan ko'rinadiki 2026-yil 10-iyun Moskva vaqti bilan soat 7 bilan 8:37 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng arzon dollar jo'natish kursi programmasi bu Anjirpay hamda MP programmalari bo'lmoqda. Ya'ni ko'rishlar mumkin 7309 rublimiz O'zbekistonning barcha viza kartalariga $100 bo'lib tushmoqda. 7324 rublimiz naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. MP programmasi ham xuddi shunaqa kurslar, ya'ni 7309 rublimiz O'zbekiston barcha viza kartalariga $100 bo'lib ketmoqda. 7324 rublimiz naqd pul o'tkazmasida $100 bo'lib ketmoqda. Sizlarga yana bir foydali ma'lumot aytib o'tamiz. Anjirpay hamda MP programmalari orqali siz Rossiyadan O'zbekistonga dollar jo'natadigan bo'lsangiz, ya'ni naqd pul o'tkazmasini amalga oshiradigan bo'lsangiz, 7 sonli kod bo'ladi. O'zbekistondagi Mikrokredit bank, Garant bank va Universal banklardan ushbu pul jo'natmasini bemalol naqd pul ko'rinishida qabul qilib olishingiz mumkin. Mana qadrli kanalimiz obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Endi esa mana shu ekranda ko'rinib turgan 15 ta programma bo'yicha Rossiyadan O'zbekistonga rubl jo'natish kurslarini ko'rsatib o'tamiz. Har bitta programmani kamsitma qilib rublniga qo'shib bir yo'la hisoblab aytib o'tib ketamiz. Anjirpay programmasidan boshlaymiz. Shu programmada atigi 10 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 163.800 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz SalamPay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160.030 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz MP programmasi bo'ladi. Shu programmada ko'rishlar mumkin. Shu programmada 14 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160.800 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Mirpurligi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160.356 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Avosend programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekiston barcha plastik kartalariga 155.262 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz QuickPay programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl kamsitma qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga hozir dollar jo'natishga kiryapmiz, uzr kechirasizlar. Va ko'rishlar mumkin, ushbu QuickPay programmasi $100 kursimiz 160.000 uzr kechirasizlar 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160.550 so'm bo'lishmoqda. Keyingi programmamiz Paygram programmasi bo'ladi. Shu programmada
Ko'rishlari mumkin 97 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1097 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160.800 so'm boshlanadi. Keyingi programmamiz Tinkoff programmasi bo'ladi. Shu programmada har oy 20 ming rublgacha limit beriladi, ya'ni 20 ming rublgacha siz pul jo'natganingizda sizdan hech qanaqa komissiya qolinmaydi, ya'ni 1000 rublni o'zi O'zbekiston barcha plastik kartalariga 156.196 so'm boshlanadi. Keyingi programmamiz Zolotoy korona programmasi bo'ladi. Shu programmada qolgan programmalarga o'xshab o'zgarishli komissiya qolinadi, ya'ni shu programmada ham 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi va O'zbekistonning barcha plastik kartalariga 160.885 so'm boshlanadi. Keyingi programmamiz Sendi programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 161 ming so'm boshlanadi. Keyingi programmamiz Yubor programmasi bo'lmoqda. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 161 ming so'm boshlanadi. Keyingi programmamiz Tezda programmasi bo'ladi. Shu programmada 50 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1050 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160.803 so'm boshlanadi. Keyingi programmamiz Sberbank programmasi bo'ladi. Sberbankdan Uzunbank plastik kartasi 1000 rublimiz 158.303 so'm boshlanadi. Sberbankdan Mikrokreditbank plastik kartasi 1000 rublimiz 154.510 so'm bo'lib tushmoqda. Sberbankdan Milliy bank plastik kartasi 1000 rublimiz 154.510 so'm boshlanadi. Sberbankdan Xalq bank plastik kartasi 1000 rublimiz 154.510 so'm boshlanadi. Sberbankdan Agrobank plastik kartasi 1000 rublimiz 154.510 so'm boshlanadi. Sberbankdan Hamkorbank plastik kartasi 1000 rublimiz 158.449 so'm bo'lishmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Bundan ko'rinadiki 2026-yil 10-iyun Moskva vaqti bilan soat 7 bilan 8:43 holatiga ko'ra Rossiyadan O'zbekistonga eng baland rubl jo'natish kursi programmasi bu Anjir Pay programmasi bo'lmoqda. Ya'ni shu programmada atigi 10 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1010 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160.800 so'm boshlanadi. Undan keyingi eng baland MP programmasi bo'lmoqda, ya'ni shu programmada atigi 14 rubl komissiya qolinadi, ya'ni kartangizdan 1014 rubl yechadi. O'zbekiston barcha plastik kartalariga 160.800 so'm boshlanmoqda. Ko'rishingiz mumkin. Mana qadrli kanal obunachilar, Rossiyadan O'zbekistonga dollar hamda rubl jo'natish kurslari hamda O'zbekistondagi barcha valyutalar kurslari haqida sizlarga batafsil ma'lumotlar berib o'tdik. Agarda shu videolarimiz sizlarga foydali va manfaatli bo'layotgan bo'lsa, videodan like tugmachasini bosib, kanalimizni qo'llab-quvvatlashlaringizni umid etamiz. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat. Xayr, sog' salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling. Biz bilan o'tkazgan vaqtingizga rozi bo'lasiz.